Menga mana shu ayrim qaynanalar negativ yozishadi. Biz o'g'il tug'ib katta qilib qo'yganmiz, kelinni qo'yniga solib qo'yganmiz. Kechirasiz, xolajon. Bizani ham bedapoyadan topib olishmagan, laylak tashlab ketmagan, taruza dalasidan topib olishmagan. Bizani ham onamiz nari dunyoni og'ziga borib kelib, tug'ib, katta qilib, otamiz yemi yedirib, kiyim kiydirib, katta qilib, sizlarni xonadoningizga yuragidan yulib, kelin qilib bergan. Baxtli bo'lsin shu bolam deb. Bechora qiz uzatganlar ko'zlaringizga termilib turadi-ya. Mana shu anakonda haydab yubormasin bolamni uyi tinch bo'lsin deb zulm qilayotganinglarni bilsa ham oilamizdaglar tishini tishiga qo'yib jim turadi. Jonidan o'tsa ham bolam meni buzilmasin deb. Lekin sizlarga farqi bormi? O'g'il tug'ib qo'ygansizlar, xohlasanglar 18 yoshlikni olib beraman deb kelinni haydashib planlaysizlar. Ayrimlar insof bersan. Yotadigan joyinglar bormikan? Qabr qabul qilarmikan mana shunaqa insonlarni?